jazolar guldastasi. Assalomu alaykum ustozlar. To'polonchi o'quvchilaringiz uchun ajoyib guldasta tayyorlab qo'ydim. Bu jazolar guldastasi. Darsingizda shovqin qilib, butun sinfni boshiga ko'tarayotgan o'quvchilarga qandaydir jazo qo'llamoqchi bo'lsangiz, ayni mana shu usuldan foydalanib ko'ring. Bu guldastamizda o'quvchilar psixologiyasiga salbiy ta'sir o'tkazmaydigan, ularga jismoniy tomondan zo'riqish bermaydigan, kreativ hamda qiziqarli jazo turlari jamlangan. Hozir birin-ketin ko'rib chiqamiz. Qaysi o'quvchingizni jazolash maqsadida mana shu guldastani taqdim etdingiz va o'quvchi olgan qog'ozchada quyidagicha jazo turlari yozilgan bo'lishi mumkin. Masalan, doskani tozalash. Bir kun davomida ana o'sha o'quvchingiz doskani artish vazifasini to'liq o'z bo'yniga olishi kerak. Keyingi jazo turimizda esa xonani tozalash, tashqariga chiqmaslik. Bir kun davomida o'quvchingiz tanaffusga chiqmasligi kerak. Bu qog'ozchani tanlagan o'quvchi o'zining tengdoshi uchun dars davomida yozilishi kerak bo'lgan barcha konspektlarni yozib berishi kerak. Sinfdagi shkaflarni tozalash. O'tirmaslik. Ma'lum bir vaqt davomida o'quvchi tik turgan holatda darsda ishtirok etadi. Yoki gullarni sug'orish. Shu kabi kreativ jazo turlarini bilishni xohlasangiz, izohlarda plus belgisini qoldiring. Yo'qotib qo'ymaslik uchun sahifamga obuna bo'ling.